Artur boshlig'ining xonasiga erta tongda kirib keldi. U 4 kundan beri uxlamagandi, ko'zlari achishayotgan, qo'llari esa qattiq og'riyotgandi. U eshikni taqillatdi va boshliqning xonasiga kirdi. U boshliqning oldiga bordi va "Bo'shayman" dedi. Boshliq uning ko'zlariga qaradi, u qog'ozni surdi va boshliq unga qarab dedi: "Muammo nimada?" U boshliqqa qarab aytdi: "Men yaqin kunlarda u yerda bir narsani ko'rdim", dedi. Boshliq esa bunga biroz shubhali nazar bilan dedi. "Bir narsa, u nima?" dedi. U hikoyani bir boshidan so'zlab bera boshladi. "Men pastga tushganimda tuynukni ochib, u yerda qandaydir katta g'alati tuxumlarni ko'rdim. Ular juda katta edi. Va orqamda yana qanaqadir sharpani, ulkan qo'ng'izga o'xshagan mavjudotni ko'rdim. Uning ko'zlari qizil edi. U meni ta'qib qila boshladi. Men juda katta tezlikda qochardim." Hel unga bir necha soniya tikilib qoldi va kulib yubordi. Go'yoki u juda g'alati hazil aytgandek edi. U shunchaki kulardi. Bundan esa xodim hayratlanardi. Unchalik emas. U aytdi: "Hel, sen yer ostida 3 yildan beri ishlaysan. Yetar bo'ldi qilsanki, bular ko'zingga ko'rinyapti." U aytdi: "Yo'q, bu mening ko'zimga ko'rinmayapti." U biroz boshliqning jahlini chiqardi va tunnellarni tekshirish uchun seni qaytadan yuboraman dedi. U "Bo'ldi, yetar" dedi va biroz o'zini bosib olib boshliq unga dedi: "Hoziroq qayta pastga tushasan. Pastki qavatga borishing kerak. Senda 2 soatlik ish bor" dedi. U esa buni rad etdi. Boshliq biroz o'ylandi va konvertda ozgina pul oldi. U pullarni uning oldiga uzatdi va unga dedi: "Bu biroz pul. Bu pul bilan o'ylab ko'r. Uni nima qilishni o'zing yaxshi bilasan. Biroz ish va bu pullar seniki bo'ladi." U pullarga biroz tikilib qoldi va o'yladi, unga pul kerak. Uning oilasiga, uning onasiga u pullarni oldi va ertangi ishga tayyor ekanligini aytdi. U juda qat'iy edi. Boshliq esa bu javobdan xursand bo'ldi, deyarli, va unga tayyor bo'lib borishni aytdi. Unga manzilni berdi va u direktorning xonasidan chiqib ketdi. Artur 2 soatdan so'ng yer ustiga tushgandi. Unda instrumentlar, ya'ni asbob-uskunalar bor edi. Yelkasida esa sumka bor edi. U hamma yoqni diqqat bilan tekshirardi. Tunnellar, qorong'u joylar yoki bo'shliqlar, ariqdan suv keladigan joylarni qarardi. Go'yoki yerdan maxluq chiqib qoladigandek tuyulardi unga. U hamma yoqni diqqat bilan tekshirdi. U yana o'sha bo'limga qaytdi. U yerda tagi qandaydir yopishqoq modda bilan o'ralgan edi. U bundan biroz jirkandi va nosozlikni qidira boshladi. U atrofga biroz qo'rqib, o'zicha "Men jasurman" dedi va ventilyatorga qaradi. Ventilyatorga biroz shilimshiq plastik bo'lagi yopishib qolgan edi. U shunchaki plastik bo'lagini olib tashladi va ventilyatsiya tizimi asta-sekinlik bilan ishlay boshladi. U biroz ortga tisarildi, yana ham pastroqqa tushdi. U yurayotganda atrofdan qandaydir g'alati tovushlarni, g'alati shovqinlarni eshitdi. U bundan cho'chidi va tezda chiroqni oldi. Chiroqni olganda u devorlarni va tomni qandaydir g'alati narsalar o'rab olganini, shilimshiqlarni payqadi. Ular juda dahshatli edi. Ular o'shalar edi, ha. Ular unga katta va qizil ko'zlari bilan unga tikilib turishardi. U nima qilishni bilmay qolgandi. U ortga tisarildi, lekin endi qochgan yo'l yo'q edi. U endi hech qayoqqa qocha olmasdi va uning pullari ham endi boshliqda qolgandi. Yer yuzidan 400 metr tepalikda. U shu yerda o'lar edi. Shu yerda chirar edi. Hech kim uning ismini eshitmas edi. Afsuski, u shu yerning o'zida ular uni yeb bitirishdi. Boshliq esa shunchaki kabinetida yaxshilab planshetga tikilardi va u yerdagi nosozliklarni qarar edi. 7-chi baza ishlay boshladi, dedi kompyuter. Hammasi joylarligini nazarda tutib. U o'zining ishchisining arizasini oldi va unga qo'l qo'ydi. Endi u Artur rasman bu yerda ishlamaydi. Qo'rquv kanaliga obuna bo'lishni unutma. Kechga yana ko'proq videolarni ko'ramiz.